bitta o'q bilan ikkita quyonni urish rubrikasini ko'rishdaman aka. Mana bu narsalarda tozalayapmiz. Bu mashinani biz o'zi shumizolyatsiyaga olib qo'yganmiz. Shumizolyatsiya qilishdan oldin по-любому ximchiga qildirib olamiz. Agar siz ximchiga qildirmagan bo'lsangiz, mabodoga aka shumka qildiradigan bo'lsangiz, по-любому ximchiga bo'lib ketadi mashinangiz. Chunki baribir bu ahvolida shumka qilib bo'lmaydi. Ichlarini ko'ryapsizlar, hamma yog'i yag'ir chiqib yotibdi. Bu yoqlari, ichlari tozalanadi. Hozir ayoq ishini o'zi tozalash ishlari boshlangan. Shuning uchun sizga ko'rsataman mana. Ichlarini qarang. Tozalaganmiz. Tozalashdan keyin shumkani yopishtiramiz. Mamyolarni ham hozir tozalab, hamma shiralarini polni ketkazilinadi. Navodoga sizni o'zingizning mashinangizda polni shumka qilmasangiz ham eshigini, tarpetkasimi, bagajimi qatidan ovoz chiqayotgan bo'lsangiz, o'shatini o'ziga ham shumizolyatsiya qilsangiz bo'ladi. Endi budjetniroq variant bo'ladi. Xohlasangiz bitta bo'lganga yarasha bo'lsin deydigan bo'lsangiz, full variantida qilsangiz, albatta ideal narsa bo'ladi, aka. Kelsangiz sizni ham mashinangizda xudo xolisa chiroyli qilib shumkasini qilib beramiz. Bu mashinada benzinli hidi ham chiqyapti, unga ham video olganmiz. Uni ham hozir tez orada joylaymiz.